Dardmanligimning davosi shu suratda. Sohibjonning yuragi muzlab ketdi. Axir onasi Latofat opa rasmni ko'rsatib, "O'g'lim, bu sensan" demaganmidi? Nega Bekzod deb yozilgan deb so'raganida, "Dadangga ko'proq Sohibjon ismi yoqardi. Shuning uchun o'zgartirganmiz" degandi-ku. Yigit uzoq xayol surdi. Keyin mayingina shivirladi. "Tushunmadim. Bu suratning sizga nima aloqasi bor?" "O'g'lim, oradan shuncha yillar o'tdi. Boshimizdan o'tgan voqealarni hech kimga aytmadik. Negini ham bilmaydi. Sabr bilan eshitsangiz, sizga ko'nglimni yoray." Zora yengil tortsam. Sohibjon eshitaman degandek bosh chayqadi. "Domlangiz bilan institutda birga o'qirdik. Bir-birimizni yoqtirardik. U kishiga juda ishonardim." Hikoyaning davomiga befarq bo'lmang. To'liq variantini kanalimizda tinglab ko'ring. Afsuslanmaysiz.